Salom bolalar, sizlar bilan Flexi Dalasa YouTube kanali. Xo'sh do'stlar, biz bugungi videoda Dream League Soccer 2026 o'yinimizga yangi kartalar qo'shildi. Ya'ni World Heroes kartalari. O'sha kartalarni ozgincha bir 5-6 ta agent bor. O'sha agentlarni ochib, open pack qilamiz do'stlar. Albatta videoni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, albatta videoga like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutib qo'ymanglar. Albatta bizga motivatsiya bo'ladi va keyin videolar chiqarishda davom etamiz. Shuning uchun albatta kanalga o'tirib podpiskani bosib qo'yinglar bolalar. Unda ko'p gapirib o'tirmasdan biz open packni boshladik do'stlar. Oldin ko'rib olishingiz mumkin, bu yerda 8 ta futbolchi bor. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, James Rodriguez, Keylor Navas, Ivan Perisic va Kyle Walker, oxirgisi Yoshko Gvardiol. O'shalardan bittasini bosib ko'rdik. Bizda 4 ta agent bor ekan. Bu bir oyning ichida yig'ilgan agentlar, ya'ni bezdanat o'shanaqa asabiycha o'ynab yutilgan. Albatta birinchi futbolchimiz bu italiyalik ekan. Kim bo'lishi mumkin? 23-raqamda italiyalik. Hujumchimi? Yo'q, menimcha bu yarim himoyachi bo'lsa kerak. Albatta bu hujumkor yarim himoyachi Barella. Italiya yarim himoyachisi Nicola Barella. Xo'sh do'stlar, bizda ikkinchi agentni ham ochib ko'ramiz. Ozgincha taktika qilib ko'ramiz, chunki bu tushish foizi 15 tadan, ya'ni 14 ta ochsanglar, 15-inchisi 100% garantirованный tushadi ekan. 4 ta agent bilan ola olsak zo'r bo'lardi. Ikkinchi agentni ham ochib olamiz. Bu yerda Italiya. Kim bo'lishi mumkin? Bu Donnarumma emas, Ivan Providel. Do'stlar, keyingi agentimizni ham ochib olamiz, lekin tushish foizi juda ham kam, 6.7%. Bu вообще kam, lekin 4 ta agentdan tushishga bu umuman kam hisoblanadi. Biz albatta taktika qilib ko'ramiz, tushirishga harakat qilib ko'ramiz do'stlar. Keyingisi bu albatta Arda Güler bo'lishi ham mumkin. Zarba bermoqda. Menimcha bu yarim himoyachi Arda Gülermikan? Yo'q, bu Xon Cholxonovli do'stlar. Va bizga umuman tushmayapti. Bu yerdan Sherkin sotib olamiz do'stlar. Albatta uni ham kuchaytirgan videomizni yaqinda kanalga joylayman. Albatta poddeshga qilasizlar degan umiddaman. Xo'sh, internetdan sal muammo bo'lmoqda. Va do'stlar, bizga Ivan Perisic tushmoqda oxirgi agentdan. Albatta video yozib, ekran yozuvi o'chib qolgan ekan. Shunga olmadim va bizga Ivan Perisic tushmoqda do'stlar. 4 ta agentdan menimcha qora kartali futbolchi olgan odam bo'lmasa ham kerak, lekin bittada ushlaganlar bo'lishi mumkin, lekin bunaqa 4 ta agentdan ushlaganlar menimcha вообще kam bo'lsa kerak. Shularning ichidan men bo'lib qoldim. Xo'sh do'stlar, biza open packimiz tugadi. Albatta yana open pack qilishga harakat qilaman. Hali oldinda yana 18 kun bor. O'shaning ichida agentlarni to'plab yana bitta open pack video joylayman. Albatta poddeshga qilasizlar degan umiddaman. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda do'stlar. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Sizlar bilan Flexi Dalasa bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'linglar.